Qanday ayolda bepushtlik kuzatiladi? Bepusht ayolni ongi ostida farzandni, homilani yo'q qilish programmasi ishlab turadi. Ongi ostini asosiy vazifasi bu dunyoga sog'lom va yashovchan avlodni dunyoga keltirish. Lekin ayolda homila bo'lmayapti yoki homila bo'lsa ham rivojlanmasdan nobud bo'lyapti degani, bu degani endi ayol kishida aynan homilani yo'q qiluvchi agressiya kuchli, g'azab kuchli degani. Bu g'azab albatta erkak kishiga bo'lishi mumkin, chunki hamma din ta'limotlarida, o'zimizni diniy qadriyatlarimizda ham aytilganki, ayol kishi xuddi hosil maydoniga o'xshatilinadi. Urug'ni endi erkak kishi ekadi. Agar yer yaxshi bo'lsa, hosil unumdor bo'ladi. Yer yaxshi bo'lmasa, unda hosilni yetishtirib bera olmaydi, qancha urug' zo'r bo'lsa hamda. Va albatta farzandli bo'la olmayotgan yoki homilador bo'la olmayotgan ayolda erkak kishiga nisbatan ongi ostida kuchli nafrat bo'ladi. Bo'lishi mumkin balki faqat nafrat emas, xafagarchilik, alam, norozilik, rashk ham sabab bo'lishi mumkin. Lekin asosida baribir ildizida erkak kishiga nafrat turadi. Aynan bizda tajribamizda mana shunday mijozlar bo'lgan, farzandli bo'la olmayotgan, ularda bolaligida ota bilan bog'liq, aynan ayolni otasi bilan bog'liq qattiq xafagarchiliklari bor edi va buni kechira olmagan, har doim otasini oldida qaltirab turgan, ozgina norozilik bo'lsa, hatto dasturxonni otib o'tvoradigan darajadagi qahri qattiq ota bo'lgan ekan oilalarda. Mana shundan kelib chiqib, erkak kishiga bo'lgan norozilik, nafrat shakllangan qizda va endi turmush o'rtog'i bilan sevishib, munosabat qilib yashasa ham, lekin farzandli bo'la olmayapti. Biz aynan raskopkada buni ko'rganimizda, ularda o'zida ketayotgan dasturni topganimizda, ya'ni xato ketayotgan dasturni topganimizda hayratlanishgan. Ular ekoga Turkiyagacha borishgan bo'lgan. Ya'ni yaqinda ham bir qizimiz yozibdi, bor pulimizni yig'ib Rossiyaga keldik, lekin menda kista shakllanib qolaveryapti. Chunki ongi ostida qarshilik bor, farzandli bo'lishga katta qarshilik bor. Mana shundan kelib chiqqan holatda men eko qilasizmi yoki boshqa usullar bilan farzandli bo'lmoqchi bo'lasizmi, o'xshamay turaveradi. Majburiy ravishda qayta lecheni olib farzandli bo'lishga harakat qilishsa, mayli degandek berish mumkin, lekin nosog'lom farzand ham dunyoga kelishi mumkin yoki ruhiy nosog'lom ham bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun men tavsiya qilaman bepusht ayollarga, farzandli bo'lishga qiynalayotgan ayollarga yoki 4 yil, 5 yildan beri yashayotgan juftliklarga, farzandli bo'la olmayotgan juftliklarga aynan juftlik ko'rinishda mutaxassisga murojaat qilish kerak bo'ladi. Ularda aynan qaysi dastur qanday ishlayotganini avvalo raskopka ko'rinishda tahlil qilib ko'rib olish kerak bo'ladi, topib olish kerak bo'ladi va undan keyin ularga eng yaxshi terapiya qo'llaniladi va albatta bizda terapiyalarimizda yaxshi natijalar bor. Bizni nevaralarimiz deymizmi, bor. Mijozlarimizda ijobiy natijalar bor. Nimaga o'z jamiyatimizda avvalgiga nisbatan yosh oilalarda farzand ko'rish kechikyapti? Ya'ni tez vaqtda farzand bo'lmaydi-da. Buni sababi nimadan kelib chiqadi? Hozirgi paytda millat darajasida farzandli bo'lish kechikib borayotgan asosiy sababi ota-ona bilan munosabati yetarli bo'lmaganligi. Aynan mana shu yoshlarni bolalik davrida ota-onadan sevgi, mehr, e'tibor olish kerak bo'lgan, lekin o'ziga kerakli mehr, e'tiborni ola olmagan, savol bilan murojaat qilsa yoki qaysidir o'sha ma'naviy ehtiyojini qondirishga, moddiy ehtiyojini qondirishga ota-onaga murojaat qilsa, ota-onadan qattiq e'tiroz eshitgan yoki jazolangan, u oddiy xohishlar uchun ham qattiq jazolangan bo'lishi mumkin, qattiq kaltaklangan bo'lishi mumkin. Bunaqangi paytda loyiqsizlik, ishonchsizlik kuchayib ketadi bolada va tana ko'rinishida katta insondek ko'rinadi, ya'ni farzandli bo'lishga munosib insondek ko'rinadi, lekin ularni ongi ostida ular o'zini 5 yoshda, 8 yoshda deb o'ylashi mumkin. Qachonki ular o'sha yosh bilan bog'liq qattiq xafagarchilikda, ota-ona bilan bog'liq vaziyatda qattiq xafagarchilikda qolib ketgan bo'lsa, mana shunday holatda ular tanasi o'sib ketaveradi. Tashqaridan qaraganingizda normal odamdek ko'rinadi, lekin ularni biz o'zimiz mutaxassis sifatida tahlil qilib ko'rganimizda o'zini 5 yoshli, ba'zi birlari 3 yoshda qolib ketgan, ba'zi birlari 10 yoshda qolib ketgan. 10 yoshli qiz farzandli bo'la olmaydi. Uni follikulalari, onalik bo'yicha tuxumdonlari yetilmaydi.
Ya'ni ko'p ayollarimizda o'sha tuxumdan yetilmabdiga o'xshagan masalalarni aytishadi. Chunki ong ostida u hali o'zini bola deb o'ylaydi. Ota-ona bilan bog'liq muammolar tufayli. Agar ota-ona bilan muammo bo'lmasa, ya'ni munosabat normada bo'lsa, bu norma ko'rishi juda ham ko'p insonlarda bo'lyapti. Farzandli bo'lishi, davomli farzandli bo'lishi. Farzandli bo'la olmaslik kuchlimi? Demak, ota-ona bilan muammo kuchli. Buni albatta avvalo mutaxassis bilan, psixolog bilan maslahatlashib, konsultatsiyalar qilib yoki eng keraklisi raskopka deyman bunaqa vaziyatda. Raskopka undan keyin terapiyalar olish kerak bo'ladi va o'shandan keyin harakat qilib ko'rish kerak farzandli bo'lishga. Chunki ong osti tozalamasdan turib ming farzandli bo'lishga harakat qilsa, baribir befoyda bo'lib qolaveradi. Ya'ni farzand kechikishida ayol tomonidan ko'rib chiqdik, erkakka ham bog'liqmi shu farzand kechikishi? Erkak ham kelib bir psixologga ishlashi kerakmi? Ishlash kerak. Aytdim-ku, juftliklar murojaat qilish kerak dedim-ku. Asosiy sabab o'zi bepushtlikda, farzandli bo'la olmayotganda ayolda bo'ladi. Asosiy sabab chunki ta'sir doirasida ayol kishining ta'siri kuchliroqda munosabatlarda. Munosabatga ayol kishi javob beradi-ku. Hatto ayol kishi erkak kishini foizini kamaytira oladi. Ong ostidagi aynan noroziligi orqali. Hattoki bepusht qila oladi erini. Hattoki impotent qila oladi ayol kishi. Bilasizmi, qanchalik munosabatda ta'siri borda. Ayol o'zini ongini tozalamasa, ong ostini tozalamasa, ming bu yoqda tashqarida qilingan harakatlar ko'ramiz degandek turaveradi. Shuning uchun erkaklar tomonidan ham murojaat bo'ladi menga. Farzand bo'lishim kechikyapti, nima qilay deganda, ayolingizni olib keling deyman. Ayolingizdan gaplashib ko'rishim kerak deyman. Ayol dunyoqarashi kengaymaydigan bo'lsa, ayolni o'ziga munosabati, turmush o'rtog'iga munosabati o'zgarmaydigan bo'lsa, endi ikkita munosabatni birlashuvidan vujudga keladigan natija-ku. Endi natija har doim sevgi bilan bo'ladi-da. Farzandni ham sevib olish, bir-birini ham sevib olish bilan-da. Hamma sevgili munosabatdagilarda o'shandek deya olmaymiz-da. Nimadir ishlab turgan bo'ladi ong ostida. Mana bepushtlikdan tashqari yana bir muammo bor. Farzandli bo'ladi, ammo homila tashlash holati ko'p kuzatiladi. Homilani rivojlanmasligi bo'ladi. Bunga tashqi faktorlarda hozirgi paytda ekologiyani yomonlashuvi deyilyapti. Ayniqsa nimadan keyin, koronavirusdan keyin tana zaiflashdi, suyak yemirilishi, boshqa kasalliklar ham avj olib, yangi narsalar chiqyapti. Tashqi tomondan bu bo'lsa, birlamchi faktorlarda tashqi tomondagi kuzatilayotgan narsalar shu bo'lsa, ya'ni ekologiyani yomonlashuvi bo'lishi mumkin. O'sha aynan virusning kasalliklarni o'tkazganligi bo'lsa, ikkinchi tomondan baribir ong ostida programma bor degani, ya'ni qattiq qo'rquv bor ayol kishida. Farzandni dunyoga keltirishdan qattiq qo'rquv bor yoki erkak kishiga kuchli ishonchsizlik bo'lishi mumkin. Farzandimni boqa olmasa-chi yoki meni tashlab ketsa-chi degan kuchli qo'rquvlari bo'lsa, mana shunaqangi paytda homila rivojlanmaydi. Qaysidir joyda, endi ayniqsa homiladorlikda ayol kishi emotsional holatda bo'ladi-ku. Ozginagina bir sabab ham unga umuman boshqa ta'sir qilishi mumkin-da, yoki turmush o'rtog'i bilan bo'lgan qandaydir vaziyat ham unga kuchli nimadir ta'sir o'tkazishi mumkin-da, xulosa boshqacha ketib qolishi mumkin-da va o'sha joydan boshlab homila o'smaslikni boshlashi mumkin. Yoki turmush o'rtog'ini onasi, singillari, opa-singillari tomonidan bosim, tahdidga uchrashi mumkin, qo'rqitilishi mumkin. Mana shunaqangi holatlarda ham qattiq qo'rqqanidan homila tashlab yuborishi mumkin. O'zi nimanidir tashlab yuborish, nimanidir yo'q qilish qattiq qo'rquv ostida bo'ladi-da. Ayolda emotsional holati normada bo'lmaydi. Bunda albatta mutaxassis yordam kerak bo'ladi. O'zi homiladorlik vaqtida, tug'ruqdan keyin deymizmi, ayol kishi o'zi emotsionalniy pik holatda bo'ladi-da. Homiladorlik davrida, homiladorlikdan keyingi o'sha farzandi 1 yoshgacha bo'lgan paytda ayol kishiga juda katta ko'mak kerak bo'ladi. Turmush o'rtog'ining ota-onasi, yaqinlari tomonidan-da. Bizning mentalitetda qanaqa, bizda qanaqada munosabat? Xohlagancha-da, ya'ni ko'taradi, biz ko'targanmiz-ku, yo'q, ularni zamoni, davri boshqa edi. Hozirgi davr, zamon boshqacha. Hozirgi yoshlar rostdan ham bunaqangi qattiq munosabatni ko'tara olmaydi. Chunki ko'tarib kelgan, ko'tarib ong ostida o'sha destruktiv programmani yiqqanlar bundan buyog'iga ko'tara olmaydigan qilib o'tkazib qo'ygan. Shuning uchun emotsional bosimni hozirgi avlod ko'tarmaydi. Bundan buyoqdagi avlodga faqat ular shaxsiyatini hurmat qilib, ularning xohishini hurmat qilib munosabatda bo'lish kerak bo'ladi.
ayol sifatida sizni qandaydir munosabatlar bo'yicha muammolar yoki homiladorlik bilan, bepushtlik bilan hozirgi yoritgan mavzuyimizdagidek muammolar kuzatilayotgan bo'lsa, bizda barakali ayol klubi bor, ayollar klubi bor. Mana shu klubda barcha ayollik savollaringizga, muammolaringizga yechim ola olasiz. Barakali ayolni ochiq kanalini, silkasini biz описаниеda qoldiramiz. U orqali Telegram kanaliga o'tib, kanalga a'zo bo'lib, u yerdagi ma'lumotlarni kuzatib borishingiz mumkin. Barakali ayol klubiga a'zo bo'lish bo'lsa, albatta pullik Telegramdagi menejer bilan bog'lanib, to'lovlar qilib, maxsus guruhga qo'shilib, darslarni o'zlashtirib, barcha savollaringizga yechim olishingiz mumkin. Va albatta bizni kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Aynan mana shunday muammo qiynayotgan ayollarga bu videoni silkasini yoki videoni o'zini yuborishni unutmang.